ichgan paytingizda hozir davleniyasi 110 deyapsiz. Ko'tara olmaydi deyapsiz. Может 120, 130 gacha ko'tariladigan bo'lsa davleniya unga bosh og'riq shunaqa holat beradigan, chunki past davleniyada yurgan-ku ular. Past davleniyada yurgandan keyin baland davleniyani ko'tara olmaydi. O'sha paytda yarimta tabletkadan, bitta tabletkadan ichsalar bo'ladi. Ertalab soat 9:00 da tavsiya qilinadi ichish. Tushuntira oldimmi opa? Bu prosimik peshob haydaydigan doktor nazarcheniyasi bilan. Bu yurak dori, Kankor, tarkibiy safrolog bo'ladi. Buni ertalab soat 8da, buni to'xtatmasdan ichsanlar. U trombaz o'rniga berishgan bor-ku, qon suyultiradigan. Uni ham kecha soat ovqatdan keyin soat 9larda to'xtatmasdan ichaversinlar. Tushuntira oldimmi? Tushunarsiz narsa bo'ladimi? Peshob yurgizayotgan tabletkasi yo'qmi? Mana shu ichida. Mana. Bormi? Mana shuni bittasini yo buni ichish kerak, yo buni ichish kerakmi demoqchiman-da. Buni o'rniga buni berdi. Buni o'rniga buni berdi. Bittasini qaysi